Zikirning fazilati va foydalari. Nizomiddin Tamkini. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allah insonni boshqa mahluqotlardan ustun qilib yaratdi. Onunga so'zlash ne'mati ato qildi. Tilni so'zlaydigan a'zo qilib bekitdi. Til haqiqatan bir ne'mat bo'lib, yaxshilikqami, yomonlikqami ishlatiladi. Kimki uni yaxshilikqa ishlatsa, u uni baxt saodatga, ya'ni jannatdagi oliy darajalarga erishtiradi. Kimki uni yaxshilikdan boshqa narsaga ishlatsa, u uni dunyo va oxiratda halokatga elib boradi. Tilni Qur'on o'qish, Allohni zikr qilish uchun ishlatgan vaqt eng afzal vaqtdir. Allohni zikr qilishning fazilati to'g'risida nurg'un hadislar rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarga eng yaxshi bo'lgan, podshohinglar Allohning dargohida eng pok bo'lgan, martabanglarni eng yuksak ko'taradigan, sizlar uchun oltin va kumush sarf qilgandimmi? Dushmanlaringlarga uchrashib, ularning gadallarini chopgan, ularmi sizlarning gadalaringlarni chopgandimmi yaxshi bo'lgan amallarni aytib beraymi?" deydi. Sahobalar: "Shunday qilsalar, ey Allohning payg'ambari" deydi. Payg'ambar alayhissalom: "U bo'lsa Allohni zikr qilish" deydi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Allohni zikr qiladigan kishining misoli bilan Allohni zikr qilmaydigan kishining misoli tirik odam bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi." Alloh taolo hadis quddusida mundaq deydi: "Bandam meni qandoq o'ylasa, men shundaqman. U meni yod etsa, men uning bilan birladurman. Agar u meni o'zi yolg'iz yod etsa, menmu uni o'zim yolg'iz yod etaman. Agar u meni jamoat ichida yod etsa, menmu uni ulardan yaxshi jamoat ichida yod etaman. Agar u menga bir g'ayrat yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman." Payg'ambar alayhissalom so'zida mufarridlar oldiga o'tib ketdi deydi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, mufarridlar kimlardir?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom: "Allohni ko'p yod etguchi erlar va Allohni ko'p yod etguchi ayollardir" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalardan biriga vasiyat qilib mundaq degan: "Tiling Allohni hamisha yod etib tursin." Yaxshi amallarning ajrlari xuddi Qur'on o'qishning ajri hassalab berilgandek hassalab beriladi. Bu mundaq ikki ishga yarasha bo'ladi. Birinchi, dildagi iymon va ixlos, Allohni yaxshi ko'rish va uning taqozosi bilan amal qilish. Ikkinchi, dilning Allohni yod etishi bilan birga fikr yurgizib yod etganligiga yarasha bo'ladi. Allohni yod etish faqat til bilan bo'lmaydi. Balki u zikr taqozo qilgan amallarni qilish orqaliqmi Allohni yod etgan bo'ladi. Inson Allohni har vaqt yod etsa, Alloh uning butun yomonliklarini kechiradi va uning ajrini komil beradi. Ajrning kam bo'lishimi Allohni yod etishning kam bo'lishiga yarasha bo'ladi. Allohni zikr qilishning foydalari to'g'risida Shayxul Islom Ibn Taymiya mundaq deydi: "Allohni zikr qilish dilga xuddi beliqqa suv lozim bo'lgandek lozim bo'ladi. Agar beliq suvdan ayrilsa, uning holi qandoq bo'ladi? Allohni zikr qilish Allohni yaxshi ko'rishga muyassar qiladi. Uningga yaqinlashtiradi. Uning roziligini, himoya qilishini, uningdan qo'rqishni, uningga qaytishni va iltijo qilishni qo'lga keltiradi va uningga itoat qilishga yordam tegadi. Dildan qayg'u hasratni, g'am g'ussalarni ketkizadi. Xushalliqni qo'lga keltiradi. Dilni tirildiradi, kuch-quvvat va poklik beg'ishlaydi. Dilda bo'shliq va kavaklik bo'lib, uni Allohning zikridan boshqa narsa to'ldira olmaydi. Uningda yana qattiqlik bo'lib, uni Allohning zikridan boshqa narsa eritilmaydi va yumshatilmaydi. Zikr dilga shifo, yurakka davo va uningga ozuq bo'ladi. Uningga hech narsaga to'g'ri kelmaydigan lazzat beg'ishlaydi. Zikrdan g'aflat qilish dilning kasalligidir. Allohni oz zikr qilish iymon ojizlikning dalilidir. Ko'p zikr qilish iymonning kuchining,
shundoqla Allohni yaxshi ko'rishda rostchil ekanligining isbotidir. Chunki bir narsani yaxshi ko'rgan odam uni ko'p yod etadi. Agar banda kengchilik vaqtida Allohni zikr qilsa va uningga itoat qilsa, Alloh uni beshiga kun tushganda, bo'libmi o'lim kelgan va sakratga tushgan vaqtda toniydi. Allohni zikr qilish Allohning azobidan qutulishga, xotirjamlikning tushishiga, rahmatning o'rishiga va farishtalarning shu kishi uchun mag'firat tilishiga sabab bo'ladi. Til zikr etish bilan mashg'ul bo'lganda behuda so'z, g'ayvat, chiqimchilik, yolg'onchilik va boshqa diniy axloq urf-odatlarda cheklama qo'yilgan so'zlardan xoli bo'ladi. Zikr eng oson, eng katta va eng afzal ibodatdir. U jannatni qo'lga keltirish uchun tikilgan ko'chatdir. Zikr etquchi salobatlik, yiqimliq va xushxuy ko'rinadi. Zikr dunyoda, qabrida va oxiratda nur bo'ladi. Zikr Alloh taolaning zikr etquchiga rahmat qilishini, farishtalarning uningga mag'firat tilishini vojib qiladi. Alloh taolo o'zini zikr qilganlar bilan farishtalar oldida maqtanadi. Alloh taoloni ko'p zikr qilganlar eng afzal va ko'p amal qilgan hisoblanadi. Eng afzal ro'zador ro'zasida Allohni eng ko'p yod etgan kishidir. Allohni zikr qilish tas ishlarni osonlashtiradi, qiyin ishlarni o'ng'aylashtiradi, jafo mushaqqatni yengillatadi, rizqni ziyoda qiladi, badanni jismoniy va ma'naviy tarafdan kuchaytiradi. Zikr shaytonni qo'g'laydi, uningga qarshi turadi, uni xor zorlikqa mubtalo qiladi. Alloh taolo hammamizni o'z toat ibodatiga, sunnatga uyg'un holda amal qilg'ili, buyrug'iga itoat qilish, to'sqinidan cheklanish orqali Allohni zikr qilishning asli mohiyatini reallikqa aylantirishimizga muvaffaq qilsin. Alloh hammaning to'g'risini yaxshi bilguchidir. 2009 yili